Azatib, giyishlikini chiqib, şimdi bo'yinda aylanib, bir yerda bir kvartirang bo'lsa. Qaranglar do'stlar, sizlar shunday bir taklifimiz bor. Ko'na Didar to'yxonasining o'rnida 9 etajli yangi qurilgan domni 5-etajida bir aynasi yop tomona qaragan, Shavot ko'l yopina qaragan, ikkinchi balkoni esa katta shunday yana domlarga qaragan bir kvartiramiz sotib olib chiqibdi. Kvartiramiz 107 kvadrat metrli, kattagina 4 xonali kvartira. Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu tomonimizda Xiva ketaverish yo'l. Xiva quruqqa chiqasiz bilan ko'pirdan chiqib, bu yanimizda Shoshilinch. Bu tomonimizda ana Mashal tomoniga ketadigan yo'l. Tochka ajoyib, zo'r. Narxlarini polностью sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Like'larni bosib, podpishkab turinglar. Yana do'stlar, domimizda elde birinchi podyezd, 5-etaj bo'ladi. Balkonimiz ham bor, katta balkon bo'ladi. Bir aynasi aytganimizdek Shavot kanalına qaragan tomon, ikkinchisi esa balkon bana уже domlarga qaragan. Bu yerda gaz, suvdan muammosi yo'q. Ko'rib turganingizdek 5-etaj, hozir ichana kirib ko'ramiz. Lifti bor, lifti ishlaydi. Bemalol hamma yeri udobli joy. Hozir domofonni avvalgilarda endi 4-5-6 knopkalar bosilmaydi. Koddan hozir biza bilimiz chiqib beradi. Aytganimdek, lifti ishlab turibdi. Даже kamera kuzatuvlari bor, bemalol girib chiqib orqaga yuraverasizlar. Yana do'stlar, kirib kelganimizdan kvartiramiz 5-etajda bo'ladi. Liftdan chiqdingizlar, chiqqaningizda chap tomondagi birinchi kvartiramiz. Bu yerda o'zi общий 5 tane xonadon bo'ladi. Ko'rib turgan 1, 2, 3, 4, 5 tane xonadon bo'ladi. Yana ichan tomonini ko'rsatamiz. Общий 107 kvadrat. Girganimizda chap tomonda bu yanimizda oddiy bir mehmonlarga o'tiradigan yerimiz, yanimizda kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamiz ham polni torbalari o'tib turibdi, ko'rib turganingizdek. Manzaraga qarab turinglar. Manzarasini qaranglar. Balkon. Aytib o'tganimizdek, balkonimiz ham kichkina emas, kattagina balkon. Mana balkonga qaranglar, uzunligini. Bu yanimizda ana Shavot kanali. Ko'rib turganingizdek, manzara ajoyib. Endi pulun ishida aytib o'ting. Bu toza qurilgan dom. Bidagi hamma domlarni 7,5 milliondan kvadrat sotilib turibdi. Bu domlarimiz esa 6 milliondan sotiladi. Bu xonadan 3 kvartiramiz sotilajak kvadratini 6 milliondan deb turibdi egasi. Ekranda egan nomeri bo'ladi. Bemalol tiyib uraverasizlar. Kvartiramiz ham kattagina do'stlar. Remodat tufayli chiroyli xonadon bo'ladi. Koridorimiz ham kattagina. Hozir sizlarga birinchi chiroyli manzarani ko'rsatdim. Ikkinchi zoyini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerimizda katta bir spalni. Aynanın sağza, aynanız ucu balkona bayanında. Gelin indi banını görün de. Doğrumuzda sanuzul bo'lardi. Sanuzimiz ham katta. Turbalari, toksinlari, polni hammasi o'tib turibdi. Yanimiz bolalar uchun kichkina xonadan. Детский xona. Xonalarda kichkina emas, katta ko'rib turibsizlar. Endi ina bu manzarani ko'ringlar. Bu zalni qaranglar. Kattagina manzarani ko'ringlar. Katta. Bu yanimiz oynasi ochiladi, bu yanimiz oynasi ochiladi. Shavot kanali, bundan ham mashina o'tib ketib turibdi. Yanimizda Shoshilinch. Ajoyib tochka. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. 107 kvadrat kvartiramiz
Kvadrati 6 million so'mdan kelishiladi. Ekrandagi nomeri bemalol telefoninglar bog'laninglar. Yana kelishsa bo'ladi. Barteri bo'ladi. Xullas, aloqachi so'zi hammasi bo'ladi.